Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Bugun yana bitta qiziq mavzuni ko'ramiz. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlaridan deportatsiya bo'lganda nima qilish kerak degan savolni ko'rib chiqaman. Qarang, men o'z faoliyatimda sun'iy intellektdan foydalanaman. Qarasam, Amerika Qo'shma Shtatlarida hozir trend bo'lib ketdi. Deportatsiya, boshqa nimaga e'tibor berish kerak? Agar o'sha yerda yuradigan, Amerikada yurgan, noqonuniy yurgan o'zbek migrantlari bo'ladigan bo'lsa, ularga agar bu qo'llanmani qanaqandir yordam tariqasida deb tushunishinglarni xohlardim. Qo'limdan kelgancha o'zim bilimlardan foydalanib va sun'iy intellektdan foydalangan holda bitta qo'llanma qildim. Shu narsani hozir sizlarga taqdim etmoqchiman. Demak, qisqa lo'nda va ko'rib chiqamiz bu narsani va videoni tagida sizga PDF variantda qo'llanmani qoldiraman, yuklab olinglar, o'zingizlarni demak faoliyatingizda foydalanishingiz mumkin. Deportatsiya bo'lganda nima qilish kerak? Amerika Qo'shma Shtatida huquqiy himoya yo'llari va amaliy maslahatlar ishlab chiqdim. Demak, tayyorlovchi A'zam Nurmatov, YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Kimgadir manfaatli bo'ladigan bo'lsa like bosing, do'stlaringizga jo'natib qo'yasiz. Demak, deportatsiya o'zi nima? Deportatsiya bu xorijiy fuqaroning AQShda majburiy chiqarilishidir. Noqonuniy kirgan bo'lsangiz yoki vizangiz muddati o'tib ketgan bo'lsa, demak sizni deportatsiya qilishi mumkin. Bu ma'muriy bir chora hisoblanadi, majburiy chora. Demak, huquqlaringizni bilish va to'g'ri harakat qilish og'ir vaziyatda ham yechim topish imkonini beradi. Har bir holat o'ziga xos, shuning uchun malakali immigratsiya advokati maslahati muhim. Bu video umumiy ma'lumot berish maqsadida tayyorlangan va shaxsiy yuridik maslahat o'rnini bosmaydi. Men shunchaki o'zim imkoniyatlarimdan kelib, sizga manfaatli bo'ladigan va tanishtirish va nima yo'llarni qilish, eng oson qilib tushuntirish maqsadida bu qo'llanmani qildim. Chuqurlashish uchun menga emas, o'sha advokat shu bilan shug'ullanadigan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi advokatga murojaat qilganingiz yaxshi. Demak, deportatsiya jarayoni qanday boshlanadi? Ikkita yo'li bor ekan boshlanishini. Chegarada ushlanish, noqonuniy ravishda chegarani kesib o'tganda, soxta hujjatlar bilan kirish paytida, chegaradan vizangiz rad etilganda, entry denied, ingliz tilida imkon boricha talaffuz qilaman, o'zingiz buni atamasini tashlab ketyapman, o'zingiz buni internetdan ko'rib, nima o'zi bu tushunishcha hosil qilishingiz uchun. Birinchisi chegarada ushlanishi, ikkinchisi bu ichki hududlarda tekshiruvlar paytida. ICE degan tashkilot bor ekan, Immigration and Customs Enforcement reydlar paytida. Demak, ular reyd qilib turar ekan, o'sha paytda ushlanishingiz mumkin. Politsiya bilan aloqa paytida, jinoyat sodir etganda yoki qanaqandir huquqbuzarlik sodir etganda, politsiya ushlaganda shunda aniqlanishi mumkin. Ish joyidagi tekshiruvlar vaqtida. Uchinchisi, vizangiz yoki statusingiz muddati tugaganda. Overstay, ruxsat etilgan muddatdan ortiq qolib ketish. Shu paytda aniqlanadi. Statusni yo'qotish, masalan, talaba vizasidagi talablarni buzish. Bilasizlar, vizani har xil turlari bor. O'sha vizadagi talablarni buzish. Viza shartlarini buzish, masalan, turistik viza bilan ishlash. Turistik viza bilan ishlash mumkin emas. Uni faqatgina borib sayohat qilishingiz mumkin. Agar ishlaganingizda bu aniqlansa, demak, noqonuniy yurganingiz uchun aniqlangan hisoblanasiz. To'rtinchi, jinoyat sodir etish oqibatida og'ir jinoyatlar, felony deyilar ekan, nimaligini o'z internetdan topib olasiz. Og'ir jinoyatlar turkumi qanaqa, hozir chuqurlashmaymiz. Ma'lum turdagi yengil jinoyatlar, misdemeanor, giyohvand moddalar bilan bog'liq huquqbuzarliklar. Muhim, agar sizga nisbatan deportatsiya jarayoni boshlansa, quyidagi hujjatlar topshiriladi. Sizga topshirilishi kerak. Notice to appear, NTA ekan, immigratsiya sudiga chaqirilganingizni bildiruvchi hujjat. Ikkinchisi, warrant of arrest,
hibsga olish orderi, removal proceedings dokumentlari. Atamalarini yozib o'tdim. Uni chuqurlashib nimaligini men hozircha ma'lumot bera olmayman. Keyinchalik agar kerak bo'ladigan bo'lsa video qilishimiz mumkin. Deportatsiya jarayonida davomidagi huquqlaringiz, qanday huquqlarga egasiz? Asosan konstitutsiyaviy huquqdan boshlanadi. Asosiy konstitutsiyaviy huquqlar. Sukut saqlash, Fifth Amendment nomlanar ekan. Advokat yordamidan foydalanish huquqi, sud jarayonida ishtirok etish huquqi, hibsda bo'lgan paytda insoniy muomalaga ega bo'lish huquqi. Sud jarayonida huquqlaringiz. Sud agar boshlansa qanaqa huquqlarga egasiz? Sudya oldida o'z holatingizni taqdim etish, har qanday holatda siz o'z holatingizni tushuntirib berishingiz kerak, taqdim etishingiz kerak sudya oldida. Bu huquqingiz. Guvohlar chaqirish va dalillar taqdim etish, tarjimon xizmatidan foydalanish, sud qarori ustidan shikoyat qilish. Asosiy huquqlaringizni sanab o'tdim. Demak, davom etamiz. Kafillik asosida ozod qilinish imkoniyati bor ekan sudda. Bond hearing, kafillik eshituvi so'rash. Bond hearing so'rasangiz bo'lar ekan suddan. Kafillik miqdori $1,500 dan $25,000 va undan yuqori holatga qarab. Kafillikni rad etish sabablari: qochib ketish xavfi bo'lsa, jamiyat xavfsizligi tahdid solinsa, og'ir jinoyatlar sodir etganlik holati mavjud bo'lsa, kafillik olish ehtimoli yuqori bo'lgan holatlar, AQShda doimiy manzil va oilangiz borligi, doimiy ish va ijtimoiy aloqalarga egaligingiz, jinoyat sodir etmaganligingiz. Hibsga olinganda amaliy maslahatlar. Agar hibsga olinsangiz nima qilishingiz kerak? Tinch bo'ling va xushmuomala bo'ling. Ya'ni janjal ko'tarmang, qarshilik qilmang. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsating. Pasport, green karta, yashil karta va hokazo. Yolg'on ma'lumot bermang. Bu vaziyatni yanada og'irlashtiradi. Politsiyaning imkoniyatlari juda kuchli. Ular yolg'onni bemalol va tez aniqlashadi. Hech qanday hujjatga tushunmasdan imzo qo'ymang. Agar ingliz tilini bilmasangiz, tarjimondan foydalanish huquqingiz bor. Deportatsiyadan himoyalanish yo'llari. Qanaqa yo'llari bor? Birinchisi bu asylum, boshpana. Siyosiy, boshpana demak, siyosiy, diniy, irqiy va ijtimoiy guruhga mansublik sababli ta'qib qilinish xavfi bo'lishi mumkin. Siz boshpana so'rashingiz mumkin. Defensive asylum, deportatsiya jarayoni boshlangandan so'ng so'raladi. Form I-589 to'ldirilar ekan. Isbotlash uchun dalillar talab qilinadi, hujjatlar, guvohlar. Ikkinchi yo'li, withholding of removal, asylumga o'xshaydi, ammo talablar yuqoriroq. Vataningizga qaytsangiz ta'qib qilinish ehtimoli 50% dan yuqori bo'lishi kerak. Shunda siz bundan foydalanishingiz mumkin. Asylum uchun muddat 1 yil o'tib ketgan bo'lsa ham murojaat qilish mumkin. Demak, bunda asylumda 1 yil ichida murojaat qilishingiz kerak ekan, bunisida o'tib ketgan bo'lsa ham murojaat qilishingiz mumkin ekan. Green card olish imkoniyatini bermas ekan. Davomi, uchinchisi, Convention Against Torture, CAT himoyasi ekan. Vatanga qaytganda qiynoqqa solinish xavfi bo'lsa, isbotlash uchun jiddiy dalillar kerak bo'lar ekan. Davlat organlari tomonidan qiynoqlar sodir etilishi ehtimoli yuqoriligini ko'rsatish kerak. Dalillar bilan shu narsalarni isbotlab berishingiz kerak ekan. To'rtinchisi, cancellation of removal, non-LPR, LPR. AQShda kamida 10 yil yashagan bo'lish kerak ekan buning uchun. Good moral xarakter ko'rsatish, AQSh fuqarosi yoki doimiy yashovchi bo'lgan yaqin oila a'zosiga ega bo'lish, oila a'zosi uchun exceptional and extremely unusual hardship isbotlash kerak. Atamasini inglizchasiga yozdim, nimaligini bilmayman to'g'risi. Shuni isbotlash kerak ekan. Davomi, 5-inchisi, adjustment of status, yaqin oila a'zosi orqali viza petitsiyasi.
viza petitsiyasini berishingiz kerak ekan. Deportatsiya jarayoni boshlanmasdan oldin petitsiya tasdiqlangan bo'lishi kerak. Buni oldindan qilish kerak ekan. Form I-485, ya'ni I-485 formasini to'ldirish kerak ekan. 6-si voluntary departure, ixtiyoriy ketish. Demak, siz ushlangandan keyin deportatsiyadan oldin sizga shunaqa holat bo'lar ekan. Mana 6-si ixtiyoriy ketish imkoniyatingiz bor ekan. Deportatsiyadan ko'ra yengilroq oqibatlarga ega bo'ladi. Deportatsiya oqibatlari bunga qo'llanilmasligi mumkin. Keyinchalik AQShga qonuniy yo'l bilan qaytish imkoniyatini saqlanar ekan. Kafillik to'lovi talab qilinishi mumkin va 60 kundan 120 kun ichida o'z hisobingizdan ketishingiz kerak. Muddat belgilab berilar ekan. Qiziqarli statistika. Advokat yordamida ko'rilgan immigratsiya ishlarida ijobiy natija olish imkoniyati 5 baravar yuqori. Demak, bu tahlil qilishingiz uchun. Demak, deportatsiya qarorining oqibatlari nima bo'ladi? AQShga qayta kirish taqiqlari qancha muddatga qo'yiladi? Standart deportatsiya taqiq muddati 5 yil. Standart deportatsiyada 5 yilgacha taqiq qo'yilishi mumkin. Muddatdan ortiq qolish 180 kundan 1 yilgacha muddatdan, viza muddatidan ortiq qolsangiz, demak 3 yilgacha sizga Amerikaga kirishga taqiq qo'yilar ekan. Muddatdan ortiq qolish 1 yildan ortiq bo'lsa 10 yilgacha AQShga kirish taqiq qo'yilishi mumkin. Noqonuniy kirish va qayta deportatsiya. Agar deportatsiya bo'lgandan keyin yana noqonuniy kirsangiz va qayta deportatsiyaga uchrasangiz, 20 yilga AQShga kirish taqiqlanishi mumkin yoki umrbod taqiqlanishi mumkin. Jinoyat sodir etganlik uchun bu yerda jinoyat turiga qarab demak taqiq qo'yilishi mumkin. Deportatsiya qarorining oqibatlari davomi. Taqiqni bekor qilish imkoniyatlari. I-212 formasi, application for permission to reapply. Internetdan ko'rib olasizlar. Humanitarian waiver, oilaviy aloqalarni saqlash uchun. I-601 waiver, extreme hardship waiver. Bu narsa demak bekor qilish imkoniyatlari ekan. Buni chuqurlashib o'zingiz ko'rib olasiz. Balki kelgusi videolarda ko'rib chiqarmiz. O'z vataningizga qaytgandan so'ng qadamlar. Demak, deportatsiya bo'ldingiz va vatanga qaytib keldingiz. Demak, AQSh konsulligiga deportatsiya holatingizni ma'lum qilish, hujjatlaringizni tartibga keltirish, ish topish va yangi hayotni boshlash, kelajakda AQShga qonuniy yo'l bilan qaytish rejalarini tuzish. Qiladigan ishlaringiz. Deportatsiyadan saqlanish choralari. Deportatsiyadan bo'lgandan ko'ra uni oldini olish choralarini ko'rgan yaxshi. Nima qilishimiz kerak? Viza muddatini muntazam tekshirib turish. I-94 formasini doim kuzatish va muddati tugashidan 45-60 kun oldin harakat qilish. Qanaqa formaligini internetdan ko'rib olasizlar. Status uzaytirish vizalarini extension o'z vaqtida topshirish. Immigration case statusni USCIS saytida muntazam tekshirib turish. Manzil o'zgarganda AR-11 formasini 10 kun ichida to'ldirish. Davomi. Ikkinchisi, qonunlarga qat'iy rioya qilishimiz shart ekan. Transport harakati qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Politsiya qo'liga tushib qolishimiz kerak emas. Alkogolli ichimliklar bilan bog'liq qonunbuzarliklardan saqlanish. DUI-mi? Shunaqa deyilar ekan. Internetdan ko'rib olasizlar. Giyohvand moddalar bilan bog'liq har qanday huquqbuzarliklardan uzoq turish. Oilaviy zo'ravonlik va nizolardan saqlanish. Soliqlarni o'z vaqtida va to'g'ri to'lash. Muhim hujjatlarni to'plash va saqlash. Uchinchisi, muhim hujjatlarni to'plash va saqlash. Barcha immigratsiya hujjatlarining asl nusxalarini xavfsiz joyda saqlash kerak. Muhim hujjatlarning nusxalarini bir necha nusxada tayyorlash. Barcha hujjatlarning elektron nusxalarini saqlash, email, cloud storage. AQShda qonuniy yashaganligingizni tasdiqlovchi dalillarni to'plash. Shu narsaga e'tibor berishingiz kerak. Davomi. 4-si, favqulodda vaziyat rejasini tuzib qo'yishingiz kerak ekan.
Ishonchli advokat kontaktlarini saqlang. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ishonchli advokat kontaktlarini saqlang. Favqulodda holatlar uchun oila a'zolari va do'stlar ro'yxatini tuzish. Bolalar uchun ishonchli shaxslarni tayinlash. Agar bolalar AQSh fuqarosi bo'lsa, agar siz deportatsiya bo'lib qolsangiz, ularga ishonchli, demak, shaxslarni tayinlab ketishingiz kerak. Bank hisoblariga kirish va boshqarish imkoniyatini ishonchli shaxsga berish. 5-si immigratsiya maqomini mustahkamlash imkoniyatlarini o'rganish. O'z ustida ishlang, imkoniyatlarni o'rganing. Green card olish imkoniyatlarini o'rganing Amerika Qo'shma Shtatlarida. Fuqarolik olish uchun talablarni o'rganish va tayyorgarlik ko'rish. Muvaqqat himoya maqomi, temporary protected status imkoniyatini tekshirish. Nimaligini internetdan ko'rib olasizlar. Demak, inglizcha nomlanishini ham tashlab o'tdim. Muhim xulosa. Deportatsiyadan saqlanishning eng yaxshi usuli barcha choralarni oldindan ko'rish va doimo qonuniy maqomda bo'lish. Demak, misollar ko'rib chiqamiz, tez-tez beriladigan savollar ham qildim. Savol: agar men deportatsiya buyrug'ini olsam, darhol AQShni tark etishim kerakmi? Javob: yo'q. Siz sudda o'z holatingizni himoya qilish huquqiga egasiz. Sud qarori chiqqunga qadar kuting. Demak, faqatgina sud hal qilar ekan. Tez-tez beriladigan savollarda davomi. Savol: agar deportatsiya qilinsam, AQShdagi mulkim nima bo'ladi? Javob: siz mulkingizni sotish, ijaraga berish yoki boshqarish uchun ishonchli vakil tayinlash huquqiga egasiz. Mulk avtomatik ravishda musodara qilinmaydi. Savol keyingisida: deportatsiya paytida oilam menga qanday yordam bera oladi? Javob: oila a'zolari kafillik to'lovi, advokat yollash, dalillarni yig'ish, guvoh sifatida qatnashish orqali yordam berishlari mumkin. Savol: deportatsiya jarayoni paytida ishlash huquqim saqlanadimi? Javob: agar sizda avval ishlash huquqi bo'lgan bo'lsa va u hali amal qilayotgan bo'lsa, ishlashda davom etishingiz mumkin. Ammo har bir holat o'ziga xos bo'lgani uchun advokat bilan maslahatlashing. Yana muhim jihatlari: ICE ofitserlari kelganda nima qilish kerak? Agar ICE ofitserlari uyingizga kelsa, eshikni ochmasdan turib sud orderini ko'rsatishlarini so'rang. Faqat imzolangan judicial warrant bo'lsagina eshikni oching. Demak, order bo'lsa kerak shu. Tinch bo'ling, tinch qoling, yolg'on ma'lumot bermang. Sukut saqlash huquqingizdan foydalaning. Advokat bilan bog'lanishni so'rang. Bu sizning huquqlaringiz. Endi, agar ish joyingizda yoki ko'chada ushlasangiz, tinch muomalada bo'ling. Baqir-chaqir qilmang, qarshilik ko'rsatmang. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsating. O'z huquqlaringizni esda tuting va advokat talab qiling. Qayerga olib ketilayotganingizni bilib oling. Imkoniyat bo'lishi bilan darhol oila a'zolaringizga xabar bering. Moliyaviy va oilaviy tayyorgarlik. Deportatsiyaga demak oldindan tayyorgarlik ko'rib olish kerak. Moliyaviy tayyorgarlik. Nimalarga siz e'tibor berishingiz kerak? Favqulodda holatlar uchun jamg'arma yaratib qo'yish. Kafolat to'lovi, bond uchun mablag' ajratish imkoniyatini yaratish. Advokat xizmati uchun budjet rejalashtirish. Oldindan bilib oling, nech pul, qaysi advokat, nima. Moliyaviy vakolatnoma, financial power of attorney tayyorlash. AQShda va vataningizda bank hisoblarini tartibga keltirish. Oila uchun tayyorgarlik. Bolalar uchun qonuniy vasiylik tayyorlash. Guardianship arrangements. Agar oilangiz, bolalaringiz Amerika fuqarolari bo'lsa. Muhim hujjatlar nusxalarini ishonchli shaxsga berish. Maktab va tibbiy muassasalar uchun ishonchnomalar tayyorlash. Siz bo'lmay qolsa kim ishonch bildiradigan shaxsga vakil qilib tashlab ketishingiz kerak. Dorivor vositalar va tibbiy retseptlarni uzaytirish. Favqulodda holatda shu narsaga e'tibor bering. Amerikada demak dorivor vositalar va tibbiy retseptlarni uzaytirib qo'ymasangiz, favqulodda vaziyatda dori topolmay qolishingiz mumkin. Oila a'zolarini zarur aloqa tarmoqlari va resurslar bilan tanishtirish.
Endi yana bitta maslahat: ruhiy sog'liq va emotsional qo'llab-quvvatlash. Stress bilan kurashish kerak. Bu alohida bu holatlar stressga olib keladi. Ishonchli do'stlar va oila a'zolari bilan muntazam suhbatlashish, psixolog yoki psixoterapevt maslahatlaridan foydalanish, xavotirni kamaytirish texnikalarini o'rganish, nafas olish mashqlari, meditatsiya, diniy va ma'naviy yordam resurslaridan foydalanish. Bolalarga ruhiy yordam. Bolalar bilan yoshiga mos ravishda vaziyatni muhokama qilish kerak. Kundalik tartibni imkon qadar saqlab qolish. Maktab maslahatchilari va o'qituvchilarni xabardor qilib qo'ying. Oilaviy aloqalarni saqlash rejasini tuzish. Eslatma: ruhiy salomatlik jismoniy salomatlik kabi muhim. Qiyin vaziyatlarda professional yordam olishdan uyalmang. Bu Amerikada har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin va siz to'g'ri yo'llarni tanlab olishingiz kerak va oldindan tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Demak, slaydda men sizlarga PDF variantda tashlayman. Foydali resurslar va kontaktlarni imkon qadar qo'limdan kelgancha sun'iy intellekt bilan birgalikda olishga harakat qilib ko'rdim. Va shu ma'lumotlar chiqdi va sizlarga buni taqdim qilaman. Bundan foydalanayotganda o'sha ma'lumotlardan demak foydalaning. Muhim. Barcha ma'lumotlarni yozib oling va telefon raqamlarini yodlab oling. Deportatsiya jarayonida telefon va aloqa vositalaridan foydalanish imkoniyati cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz miyada saqlab qolishga harakat qiling. Foydali ilovalar va raqamli vositalar sizga kerak bo'ladigan. Huquqiy yordam ilovalari. Know Your Rights, American Civil Liberation Union huquqlaringiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin ekan. Notifika, favqulodda xabar yuborish vositasi. Immijo, immigratsiya huquq bo'yicha ma'lumot va maslahatlar. Cell 411, favqulodda holatlarda yordam chaqirish. Xabar almashish va ma'lumotlarni saqlash, shifrlangan aloqa vositalari, Signal, WhatsApp, bulutli saqlash xizmatlaridan foydalanar ekansiz. Google Drive, Dropbox. Hujjatlarni skanerlash ilovalari, CamScanner, Adobe Scan. Immigratsiya holatini kuzatish ilovalari, Case Tracker for USCs. Eslatma: barcha muhim hujjatlarni raqamli nusxalarini yarating va shifrlangan tarzda saqlang. Parollarni ishonchli shaxsga bildiring yoki o'zingizda saqlang. Do'stlarim, esda tuting, deportatsiya murakkab jarayon bo'lsa-da, siz doim huquqlarga egasiz va qonuniy yo'llar mavjud. Eng yaxshi strategiya oldindan tayyorlanish, qonunlarga rioya qilish va malakali yuridik yordam olish. O'zingizga ehtiyot bo'ling va qonuniy maqomda bo'lishga harakat qiling. Qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariyaga yozing. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying, do'stlaringizga ulashib qo'ying, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Qo'limdan kelgancha tayyorladim. Agar nima bo'yicha chuqurlashadigan bo'lsak, shu bo'yicha keyinchalik yana videolar qilishga harakat qilaman. Eslatib qo'yaman, men bu bo'yicha mutaxassis emasman. Shunchaki meni huquqiy bilimlarim borligi uchun sun'iy intellekt bilan birgalikda bu qo'llanmani tayyorladik. Balki sizga manfaatli bo'lib qolar. Do'stlarim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hamma narsani demak videoning tagida qoldiraman. Shuni yuklab olinglar va o'zingizlar xohlagancha foydalaninglar.